Bitta tonalka bilan makiyaj idealniy bo'lib qolmaydi. Mana oddiy oppoqqina ton bo'lib qoladi xolos. Men hozir sizga chiroyli qilib ton qilishni o'rgataman. Bu uchun biz tonalka surib olgan bo'lamiz. Pudra surishdan oldin bizga korrektor kerak bo'ladi. Menda Gucci'ning korrektori ottengasi 03, 04, 03 ranglari eng zo'r hadavoy ranglar hisoblanadi. Uyingizda bor bo'lgan kisichka agar bo'lmasa, buning o'zida ham kisichkasi bo'ladi. Pudra surmasdan oldin yaxshilab korrektorimizni olamiz. Qarang, mana bu yerda skolini o'zini bo'yab olamiz. Shunaqa chiroyli vid beradi, qizlar. Bu uchun ham bittada to'q bo'lib ketmaydi. Men o'shaning uchun ham buni yaxshi ko'raman, qizlar. Ko'rasizlarmi? Bittada qimmat vid beradi. Bu oddiy, a bu уже qimmat vid. Agarda sizni podborodokingiz bo'lsa, mana shu chizig'i ham bo'yab yuborsanglar bo'ladi. Ko'zingizga teng qilib yuborsanglar ham bo'ladi. Bu ro'mol bo'lgani uchun menga ishlash neudobniy bo'pti. Lekin mana bittada